Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsinki, siz va bizlarni mu'min musulmon qilib yaratdi. Siz va bizlar uchun mana shu dunyoda fazilatlarga, yanada savoblarga erishmoqligimiz uchun ham Alloh azza va jalla bizga katta buyuk bir ne'matlarni berdi. Qur'onni nozil qildi, namozni buyurdi, ibodatlarni buyurdi va mana shu ibodatlarimiz ila Alloh azza va jallaning savoblariga musharraf bo'lib, jannatga dohil bo'lishlik imkoniyatini Alloh berdi. Ba'zan biz o'zimiz yoshligimizdan beri aytib yurgan ba'zi kalimalarimiz bo'ladiki, buni ma'nosiga, buni fazilatiga e'tibor qilmaymiz. Mana shunday kalimalardan bittasi Bismillahirrohmanirrohim kalimasidir. Ha azizlar, yosh bolamizdan boshlab to yoshi katta bo'lgunga qadar ta'lim beradigan, hammamiz bir-birimizga o'rgatadigan mana shu Bismillahirrohmanirrohim kalimasi eng buyuk zikrlardan bittasidir. Biz buni ovqat yeyotganda ham, ko'chaga chiqayotganimizda ham, har qanday ishimizda bismillohni aytamiz va aytishligimiz ham zarurdir azizlar. Bismillahirrohmanirrohim to'g'risida gapirar ekanmiz, buning fazilatlari to'g'risida biz kullab gapirishimiz mumkin. Lekin bugun bir karra eslatib qo'ymoqchimizki, yanada bismillah kalimasiga Alloh muhabbatimizni ziyoda qilsin. Bismillahirrohmanirrohim kalimasi haqida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytib marhamat qiladilarki, qaysi bir ishiki bismillah bilan boshlanmas ekan, u ishni oxiri abtar dedilar. Qarang, abtar degani orqasi kesik degan. Qanaqa ish bo'lsin, agar u bismillah boshlanar ekan, uning oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Uning oxiri yo'q. Shuning uchun ham albatta biz bismillah kalimasini aytishimiz kerak. Ibodat qilishni boshlaganimizda ham bismillohni aytamiz. Bismillahirrohmanirrohim deganini avvalida boshlayman degan bir so'z bor azizlar. Ya'ni men Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan qiroat qilishlikni boshlayman. Men Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan mana bu ishni qilishlikka kirishaman. Men Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan avtoulovimni minishlikni boshlayman. Va hokazo. Bu bandani Allohning oldida hokisor ekanligini va Allohning quvvati yordamisiz hech narsa qila olmasligini nishonasi bo'lar ekan. Allohdan yordam so'ragan bo'lamiz. Robbim, men bu qiroatni ham, ibodatni ham yoki mana bu ishlarimni ham seni yordamingsiz qila olmayman. Shuning uchun men seni noming bilan, seni isming bilan boshlayman deyapti. Va albatta bu ish uchun Alloh baraka beryapti. Agar shunday bo'lmasa, u ish barakasizdir. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Idza dakhala ar-rajulu baytahu fadhakaralloha 'inda dukhulihi va 'inda ta'amihi qala ash-shaytanu la mabita lakum wa la 'asha'a." وإذا دخل فلم يذكروا الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكروا الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. Qarang, agar bir banda deyapti Payg'ambarimiz alayhisalom, uyiga kirayotgan mahalda Bismillahirrohmanirrohim deb kiradigan bo'lsa yoki taom yeyotganda Bismillahirrohmanirrohim desa, shayton o'zini askarlari bilan odamlarning uyiga kirishga harakat qilar ekan. Bir narsani doim yodimizda tutishimiz kerakki, azizlar, shaytonlar va jinlar hech qachon osmondan tushmas ekan yoki bir tuynukdan kirmas ekan. Ular faqat eshikdan kirar ekan. Shunga buyurilgan, boshqa joydan kira olmaydi. O'shuning uchun shayton hammamizni eshigimizni, darvozamizni oldida poylab turar ekan. Agar biz Bismillahirrohmanirrohim deb eshikni ochadigan bo'lsak, shayton aytar ekan o'zini orqasidagi izdoshlariga qarab, bugun bu yerda sizlarga tunaydigan joy yo'q, ovqat ham yo'q, qaytib ketinglar. Natijada haligi shayton bilan jinlar uyimizga kirmasdan qaytib ketar ekan. Ularni to'sib qo'yamiz ekan bismillah bilan. Agar deyaptilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, kim biror bir uyga kirsa-yu bismillah demasdan kiradigan bo'lsa, eshik tagida poylab turgan shaytonlar va jinlar aytar ekanki, adraktumul mabita val asha, mana bizga yashaydigan, tunaydigan joy va ovqatimiz shu yerda deyar ekan. Qarang, Alloh o'zi saqlasin. Bu hadis Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bizga ta'lim. Ana endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Agar bismillah eshikni ochadigan bo'lsangiz,
uyingizga shaytonlar kirib olar ekan, jinlar kirib olar ekan, taomingizga sherik bo'lar ekan. O'shaning uchun hech qachon eshikni ochayotganda bismillah kirmaslik kerak ekan. Shunda qulfni ochayotganda bismillahirrohmanirrohim deng. Mashinangizga minayotganda bismillah deb oching, toki shayton, jinlar kirmasin, sizni vasvasa qilmasin. Bu qanchalik ham bizga fazilatli ekanini biling. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadilarki, agar inson kiyimlarini yechadigan bo'lsa, bir hech kimni ko'zdan xoli bo'lgan holatda shaytonlar, jinlar ko'rib olar ekan. Ammo lekin kim bismillohni aytadigan bo'lsa, inson bekiyim turgan holatida ham shayton, jinlar ko'ra olmas ekan. Mana bu narsa ham Alloh azza va jallani bizlarni shaytonlar oldida satr bo'lishligimiz uchun bismillah orqali bizga Alloh muvofiq qilar ekan. Shuning uchun albatta bismillohni aytib kirishimiz kerak. Bekorga payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam hatto hojatxonaga kirishdan oldin ham, hammomga kirishdan oldin ham darvozani oldida bismillah aytishlikka o'rgatganlar. Toki shayton bizdan noumid bo'lsin. Undan tashqari azizlar, taomlarimizga ham shayton bizga sherik bo'lmasligi uchun biz mana shu bismillohda aytishimiz kerak. Va yana bir narsaki, hatto uyimizni berkitayotganimizda ham bismillah bilan berkitadigan bo'lsak, shayton bizga hech qachon kira olmas ekan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan bo'lgan hadisda aytadilarki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ida kharaja min baytihi, kim biror uydan chiqsa-yu va aytsa bismillahi tavakkaltu alallohi la havla va la quvvata illa billah, unga nido qilinarkanki, senga kifoya qilindi, seni uying himoyalanadi, shaytonlar bundan nahiy qilinadi, qaytarilar ekan. Qarang, birgina bismillahirrohmanirrohim kalimasini aytib qo'yishlik bilan uyingizdan shaytonni qo'yisiz ekan. Shunday ekan, bolalarimizga bismillah kalimasini ko'proq o'rgataylik. Va shuning bilan birga ma'nolariga bir qator e'tibor beraylik. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman. Rahmon degani azizlar, dunyoda kofir va musulmonning hammasiga mehribon. Haqiqatda ham Alloh Rahmondir. Dunyoda Allohni yo'q degan millatlarga ham o'zining ne'matini berib turibdi. Rahim degani esa bu mo'minlarga xos bo'lib, u dunyoda qiyomatda faqat mo'minlargagina mehribon, rahimli bo'lgan Alloh degan ma'noni berar ekan. Ana endi o'sha ma'no bilan bismillohni aytib ko'ring-a. Bu dunyoda kofir va musulmonga mehribon, u dunyoda faqat mo'min musulmonlargagina rahimli bo'lgan Allohning nomi bilan boshlayman. Qanday ham go'zal kalima. Va shunga endi o'zimiz amal qilishimiz kerak. Biz bu dunyoda hammaga Alloh mehribon ekanligini bir kunda qayta aytsak-ku, o'zimiz bemehr bo'lsak, u dunyoda qiyomatda mo'min va musulmonlarga Alloh rahimli ekan desak-ku, o'zimiz berahm bo'lsak, unda bismillohdan ko'zlagan maqsad yo'q. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bizga bismillah ila tarbiyalanishlikni o'rgatdilar. Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla Muntasir surasida va alayha 19 oyatini keltiradi. Bu degani do'zaxda 19 ta azoblaydigan farishta bor ekan. U farishtalar Allohga isyon qilmaydi. Qanaqa azob bo'lsa qilaveradigan, qancha Alloh buyursa shuncha buyrug'ini maromiga yetkazadigan farishtalar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, kim bismillahirrohmanirrohimda aytib yursa, Alloh azza va jalla ana shu 19 ta azob farishtasidan saqlar ekan bu bandan. Chunki u farishtalar mana shu bismillahirrohmanirrohimdan quvvat olar ekan. Agar buni aytib yursa, banda ulardan quvvatli bo'lib ketar ekan. Ana shuning uchun ham bismillahirrohmanirrohimni ko'p zikr qilib yurishimiz kerak va bundan o'zimizga tarbiya olishimiz kerak. Hozir qancha odamlar tirikchilikda yurishibdi, musofirchilikda yuribsizlar, Alloh sizlarni omon qilsin. Bola chaqa boqaman deb yuribdi, qanchasi ota-onamning xizmatini, duosini olaman deb xizmat qilib yuribdi yoki boshqa tashkilotlarda xizmat qilyapti. Agar shu xizmatlaringizga borishlikda, kelishlikda, chiqishlikda, o'tirishlikda bismillah bilan boshlasangiz, albatta bu ishingiz yanada barakotli bo'ladi. Alloh sizni turli baloy ofatlardan o'zi saqlaydi. Shunday ekan azizlar, Bismillahirrohmanirrohim kalimasini sadoqat ila aytishlik kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Ramazon duo va taqvo oyidir. Har bir solih amal katta ajr va savobga sabab bo'lib, qalbdan chiqqan duolar ijobat bo'ladi. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis-i sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta Ramazonning har kunida qabul bo'ladigan bir duo bor deb marhamat qilganlar. Shu bois bu oyda tuni kunlarni g'animat bilib, xatmi Qur'on va tarovih namozlarida, saharlik va iftorliklarda yurtimizda tinchligi,
xalqimizni farovonligi, dunyodagi barcha musulmonlarning osoyishtaligi, yurtimiz rahbarini tinch amon va salomat bo'lishligi uchun duo qilaylik. Alloh taolo ushbu ulug' oyni hammamiz uchun qut barakali, rahmat va mag'firatga to'la bo'lishini nasib etsin. Uni iymon e'tiqod ila savob umidida o'tkazishimizga muvaffaq aylasin. Muhtaram yurtdoshlar, qadrli mo'min musulmonlar, barchangizni butun musulmon ummati uchun fayzu barakotli ayyom bo'lgan Ramazon oyi bilan samimiy muborakbod etaman. Ramazondagi haqiqiy sabr gunohlardan to'xtashlik bilan, g'iybatlardan to'xtashlik bilan, nojoiz bo'lgan so'zlarni gapirishlikdan to'xtashlik bilan, ko'zimizni haromga qaratishdan to'xtashlik bilan, hamma yomon illatlardan to'xtashlik bilan sabrni o'rganamiz. Zero biz nafsimiz bilan yolg'iz qolamiz. Shayton kishanlanadi. Iblis zanjirband qilinadi. Ammo nafsimiz bor. Ana endi shu oyda biz nafsimizni tarbiyalab, sabr qilishni o'rgatamiz. Bir harakat qilib ko'raylik-a. Chunki roza tutsa-yu, g'iybatdan qolmasa, roza tutsa-yu, u og'zidan yomon so'zni chiqarishlikdan qolmasa, roza tutsa-yu, u fahsh so'zlar va tuhmatlardan, bekorchi gaplardan qolmasa, u o'zini och qoldiribdi degan ma'noda hadis bor. Keling shunday roza tutaylikki, zarracha qulog'imiz g'iybat eshitmasin. Zarracha bir kalom bo'lsa ham og'zimizdan g'iybat, ig'vo, fahsh chiqmasin. Ko'zimiz g'iybatni yozgan narsani ham o'qimasin. Ramazonda shuni o'rganish kerak. Ramazon bu imkoniyati. Bizga ha deb gunohni chiroyli ko'rsatadigan dushmanimiz iblis zanjirband bo'lib turganda bitta nafsimizni o'zi bilan kurashni o'rganib olish imkoniyati. Mana shu oyda iloji boricha azizlar, qo'limizdan kelganicha sabr bilan o'tkazishlikka, mana shunday g'iybat, hasad, fitna hamma narsadan qutulishlikka harakat qilaylik. Umr mana shunday bir tez o'tar ekan azizlar. Inson ba'zan o'tayotgan umrini, sarf hisobini mana shunday Ramazon oyi kelganda qilib qolar ekan. O'tgan sanada Ramazon kelganida, bu yil yana bir pasda Ramazon kelib qopti deb hamma hayron bo'lib qoladi. Bunday holatlarni ko'rganimizda sarf hisob qilamiz. Sarf hisob degani men bir yil o'tibdi, o'tgan Ramazondan bu Ramazongacha nima ishlar qildim, nima ezguliklar qildim, qanday savoblar qildim. Endi buni bu yog'iga har bir kunimni g'animat bilib boraman degan niyatda turmoqliklari kerak. O'tgan sanada iftorlikda, saharlikda onasi bilan birga iftorlik, saharlik qilgan azizlarimiz bu yil Ramazonda topolmay qolyapti. O'tgan yili otasi bilan birga xatmda turgan yigit bu safar otasini topolmay qolyapti. Shunday ekan, Ramazon oyida g'animat bilib, ota-onani xizmatini ham qilib olish, ularni duolarini olishlik bilan birga har bir soatimizni, har bir daqiqamizni g'animat bilmoqligimiz kerak. Ramazon oyi ulug' bir oy azizlar. Bu oy Qur'oni Karim nozil bo'lgan oy. Bu oy Allohning rahmati yog'ilib turadigan oy. Bu oy jannat eshiklari ochilib, do'zax eshiklari erkiladigan, shayton kishanlanadigan oy azizlar. Alloh taolo nido qilib turadigan, mendan istig'for so'raydigan bormi? Istig'forini qabul qilay. Tavba qiladigani bormi? Tavbasini qabul qilay. Mendan hojatini so'raydigan bormi? Hojatini ravo qilay deb Alloh nido qiladi. Shuning uchun bu oylarda har birini duo bilan, tasbih bilan, yaxshilik bilan, Alloh taologa iltijo bilan o'tkazmoqlik lozim bo'ladi. Ramazon oyi o'zi bir alohida bir fazilat. Ramazonda roza tutishlik bu alohida bir ibodat azizlar. Biz Ramazon deganda rozani tushunamizda. Ramazon o'zi alohida bir fazilat. Bu oy azizlar, bu oyda Alloh taolo shuncha o'zini rahmatini yog'dirib, mag'firatini yog'dirib,
farishtalarni bizga hozir aylab turadigan bir oy. Bu oyda ro'za tutishlikni esa Alloh taolo o'zi ixtiyor qildi. Chunki 12 oydan faqat Ramazon oyinigina Alloh taolo ro'za tutishlik oyiga munosib topdi. Bu haqida Alloh bizlarga ayni mana shu Ramazon oyida ro'za tutishlikni izhor qilishlik oyatidan oldin umumiy ro'za tutishlikka buyurgan oyati bor. Alloh aytadiki, Estaizu billah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun deydi Alloh taolo. Ey iymon keltirganlar deyapti Alloh taolo. Ya'ni ahli iymon, ahli mo'minlarni nido qilib chaqiryapti. Sizlardan avvalgilarga buyurilgani kabi sizlarga ham ro'za tutishlik buyurilindi. Demak, ro'za bizdan avvalgi ummatga ham buyurilgan ekan. Va shuni barobarida Alloh bir haqiqatni bizga o'rgatdi azizlar oyatda. Nima uchun ro'za tutamiz? Mana shu savolga ham javobini bilib olishimiz kerak. Nima uchun? Bir oz vazmin bo'lib qoluvdik, ro'za tutsak, endi bir o'zimizga kelib ixcham bo'lib qolamiz. Kasalidan sog'lom bo'lib qolamiz. Yoki yana ba'zi bir masalalarni qilib o'zimizni oldimizga maqsad qo'yishimiz bor. Ko'pchilikdan so'rasak, ro'za deydi, manfaati bor. Ro'zani sihat salomatlikka yaxshiligi bor. Bu alohida bir fazilatlar. Lekin Alloh bizga hozirgi oyatda ro'za tutishlikdan ko'zlangan asosiy maqsadni aytdi. Sizlarga ro'za tutishlik buyurilindi. Sizlardan avvalgilarga buyurilgani kabi la'allakum tattaqun. Shoyatki taqvodor bo'lsalaringiz, shoyatki Allohdan qo'rqadigan bo'lsalaringiz. Demak, ro'za insonda taqvosini ziyoda qilish kerak. Ro'za tutsak-ku taqvoyimizda o'zgarish bo'lmayapti. Hech narsa yo'q. Bir xil yuribmiz. Yana g'iybatni davom ettiryapmiz. Yana bekorchi ishlarni davom ettiryapmiz. Lekin o'zimizcha ro'za tutyapmiz. Ro'zadan ko'zlagan maqsadni hosil qilmayotgan bo'lamiz. Har kuni iftorlik mahalda bir kun ro'zani ado qilgan odam o'ziga o'zi savol berish kerak. Men taqvoyimda nima o'zgardi? Mani xulqimda, mani odobimda nima o'zgarish bo'ldi? Agar o'zgarish ijobiy tomonga ketayotgan bo'lsa, alhamdulillah, ro'zadan ko'zlangan maqsadni hosil qilyapti. Qancha odamlar borki, Ramazon oyida faqat och qoladi degan so'zlar keladi kitobda. Qancha odamlar borki, Ramazonda faqat och qoladi. Ramazonda savobidan bebahra bo'lib qoladi. Chunki o'sha Ramazonda odobini bilmaydi. Shuning uchun ham Ramazon oyida ro'za tutarkanmiz, ko'zlagan eng katta maqsadimiz taqvo bo'lsin. Taqvo nima edi? Taqvo Allohdan qo'rqish azizlar. Ana o'sha ziyoda bo'lsagina ro'zadan ko'zlangan maqsadni hosil qilgan bo'lamiz. Bu oy mehr, muruvvat qiladigan oyda azizlar. Mana yurtimizda ayni mana shu masalada 16 fevral kuni Alloh umrlarini uzoq qilsin, muhtaram prezidentimiz bir qaror chiqardilar. Qarorlarida Ramazon mehr, muruvvat, ahillik va shukronalik oyi degan bir shiorni qo'ydilar. Demak, Ramazon mehr, muruvvat, ahillik va shukronalik. Mehr, muruvvat qilaylik, ahil bo'laylik, shukr qilaylik degan ma'noda shiorni oldiga surib, bilasizlarmi, matbuotda o'qiyotgan bo'lsanglar, prezidentimiz o'zlari shu narsani namuna qilib kam ta'minlangan, yordamga muhtoj, yetimlari bor, davolana olmayotgan, uyini juda ham bir obgor holatda bo'lganlarni hammasini hisobga olib, hali biror O'zbekistonda tarixida bo'lmagan bir ko'makni, iqtisodiy yordam pulini ajratdilar. 1 trillion 50 milliard. Hozir bilasizmi, 3,5 milliondan ortiq odamni xonadoniga mana shu xursandchilik kirib boryapti. Men o'zim nechtasiga borib, o'sha prezidentimizga tuhfalarni topshirib kelyapman. Qancha odamlar, o'sha yetim yesirlar, duogo'ylar, kasallar, bemorlar nima uchun shuni qildilarki,
mana shu Ramazon oyida mehr muruvvatni ko'rib, boshqalar ham o'rnak olib mana shu ishlarni qilsa edi. Bugun Ramazonda mana shularni his qilgan holda biz azizlar tarbiyalanishimiz kerak. Mehr muruvvatli bo'lishimiz kerak. Prezidentimizdan o'rnak olgan holda boy, badavlat kishilar o'zlari ihsonlarni qilish kerak. Zakotga befarq bo'lib bo'lmaydi. Zakotni albatta boy odam ajratish kerak. Bu sizga Alloh tomonidan omonat qilib berib qo'yilgan haqdorlarni, kambag'allarni haqqi hisoblanadi. Shuning uchun ham bu Ramazon oyida boy, badavlat kishilar qo'lingizdan kelganicha zakotlaringizni ajratishinglar kerak azizlar. Bir necha kundan beri roza tutyapmiz. Bizni taqvoyimizda nima o'zgarish bo'ldi? Hali ham g'iybatni davom ettiryapmizmi? Roza tutib ig'vo qilyapmizmi? Roza tutib ko'zimizni haromdan tiya olmayapmizmi? Roza tutganimiz bilan quloqimiz bilan g'iybat va ig'volarni birga eshitib o'tiribmizmi? Roza tutganimiz bilan mehr muruvvat qilmayapmizmi? Agar shu ishlar bo'lmayotgan bo'lsa, demak roza tutishdagi ko'zlagan maqsadni biz hali qila olmayapmiz. Shuning uchun Allohim bizlarda mana shu Ramazoni sharifda taqvoyimizni ziyoda qilgin deb Allohga iltijo qilish kerak. Va qolgan kunlarida endi o'zimizni tarbiya qilib borishimiz kerak. Ramazon mana shunday taqvo oyi azizlar. Ramazon bu tarbiya oyi. Ramazon bu bir-birlariga mehr shafqat qiladigan oy. Ramazon oyi ham roza tutib, ham ibodat qilib, ham duolar bilan birga zakotlarni beradigan, sadaqalar beradigan oy ham azizlar. Ko'p boylar mana shu kunlarda Ramazon oylarida zakotlarini chiqaradilar. Aslida zakot bu bir yil bo'lgandan keyin berish kerak bo'lgan ibodat. Buni ayni Ramazonda berishga buyurilmagan. Bir yilda bir marta berish kerak. Lekin Ramazon oyini tanlashlikdan ko'zlangan maqsad Ramazon oyida qo'shib qilingan har bir ishingizga yanada ko'paytirib savob beradi. Shuning uchun Ramazonda zakot berishlikda odat qilgan mo'min musulmonlar. Aslida boshqa oyda ham bersa bo'ladi. Ramazonda faqat buyurilgan ibodat bu roza. Lekin shuning bilan birga qadimdan bizda odat shu Ramazon oyida zakot chiqaradi. Birinchidan bir yil bo'lgani bilinadi. Bir yil bo'libdi deydi. Qolaversa bu oyda har bir qilgan amalimiz yanada ziyoda bo'lib bizga savob yoziladi. Shuning uchun bu oyni mana shunday sadaqa oyiga, ihson oyiga, zakot oyiga aylantirishimiz kerak azizlar. Zakot nima degan? Zakot degani bu poklash degan ma'noni beradi. Ya'ni molimizni poklash. Agar bir moldan demak zakot berilmasa, u poklanmas ekan azizlar. Xuddi mana qo'yni, molni bo'g'izlab, qurbonlik qilib uni qonini chiqarishlik bilan poklangani kabi moli dunyoni zakotini berib poklanadi. Kim zakot berishlikka qodir qilib qo'ygan bo'lsa, Alloh ana o'shanga shukr qilib bu ibodatni qalban bajarish kerak azizlar. Qalban. Biz-ku bugun qodir bo'libmiz shu qilishlikka. Lekin qodir bo'lmasdan buni oladigan qilib qo'yganida biz bugungi holatimizga shukr qilgan bo'lardik. Zakot haqida Qur'oni Karimda juda ham ko'p oyatlar kelgan. Estaizu billah va aqimis solata va atuz zakata. Mana qarang, Alloh aytibdi, namoz o'qing, zakot bering. Demak, namozni qoyim qilayotgan odam zakotini qarash kerak. Alloh taolo aytibdi, va aqimis solata va atuz zakata va ati'ur rasula la'allakum turhamun. Namozingizni qoyim qiling, zakotingizni bering va payg'ambar Muhammad alayhisolatu vasallamga ergashing, shoyatki rahim qilinsangiz deyapti Alloh taolo. Demak, mana bu sunnat
Rasulimizga ergashish, Alloh taolo buyurgan zakotni bajarish bu hammamizni burchimiz azizlar. Namoz bu jismoniy ibodat. Ammo zakot bu moliyaviy ibodat. Buniyal islom ala xomsin, Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar. Islom 5 ta ustunga qurilgan. Mana shu 5 ta ustundan bittasi zakot azizlar. Zakotga befarq bo'lib bo'lmaydi. Zakotni albatta boy odam ajratish kerak. Bu sizga Alloh tomonidan omonat qilib berib qo'yilgan haqdorlarni, kambag'allarning haqqi hisoblanadi. Free audio post production by alphonic.com.